Yakkasaroyda 2 xona 89 ming dollarga sotilayotgan uyimizni obzorini ko'rsatamiz. Novostroyka, etajimiz 3, 10 etajli Novostroykada joylashgan yosh oilalar bo'ladi-ku. Mana yangi uylanganlarga bu ayni muddao. Do'stlar, buni qo'ldan chiqarib olmaymiz, chunki juda ham srochniy variant bu. Bu studiya formatida qilingan 48 kvadrat 2 xonadan iborat. Xo'p, bu yoq bizni kira olish qismimiz bo'ladi. Kira olish qismimiz bu yoqda oynali zona. Kirib kelganingizda chap tarafimizda sanuzel qismimiz joylashgan. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Barcha texnikalarimiz Hoffman, ya'ni eng sifatli texnikalar ishlatilgan. Bu yoqqa esa juda ham zo'r turetskiy mягкий zona qo'yilgan. Mягкийimizni ham qarang, juda ham zo'r va bu yoqda jurnalist o'rinimiz bor. Televizorimizni ham bitta ko'rsatib o'ting. Televizorimiz ham 85 talik juda ham katta televizorimiz o'rnatilgan. Bu yoq qismimiz bizning oshxona qismi hisoblanadi. Mana Hoffman texnikalari, bu yoqda mana gaz plitalarimiz ham hatto Hoffman. Bu uyimizni xolodilnik qismi ham joylashgan, sekretli qilib foydalanilgan va spalni qismimizga kiramiz. Marhamat, kelinglar. Spalnimizni ko'rib turibsizlar. Aynan aytib o'tganimizdek, yosh oilaga juda to'g'ri keladi va bu yoqda mana spalnimiz va televizorning zonasi kompaktli qilib foydalanilgan va eng asosiysi bu uyimizni bu yoqda kichkinagina bu yoqqa 2 kishilik stol qo'yib, kofelar ichib o'tiradigan balkonchasi ham bor. Uyimizning narxini aytib o'tdik, 48 kvadrat, narxi esa 89 ming. Novostroyka, Yakkasaroydan bunaqa narxga yo'q. Tezda uspetib qolinglar. Sizlarni kutib qolamiz.